Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Bugungi roligimizda Urganchda tayyor pat ключ sizlar yarim plan havza bilan tanishib o'tamiz. Avvalgi roligimizda sizlar xonadon bilan tanishib o'tdik. Endi belgisini ko'rsatib o'tamiz. Fasadlar ham yurtdan traviting qilingan, harifallar qilganlar. Sizlar garaj qismi bor, aldasticha bo'lgan, litsenziyani chiroyli qilib kafel qilib beriladi. Qulishdan yerlar necha ekan o'rnatib beradilar. Bu yerda mashina ko'magi garaj qismi ham bor. Xonadon polni 100% tayyor turibdi. Pindemir podушкаларын balandlatib qo'ygan, darvozalarni yaxshisini qo'yganlar. Orientir Urganchda Sharshara kafesi mumtoz to'yxonasiga yaqin yerda shuning tayyor yarim plan hovli joyimiz sotuvga chiqqaningizda garaj qismiga e'tibor qilsanglar katta tushgan oyoq teglari sechga bedinang podushkalari pindemir sho'rlarcha bor. Keyin yuqori sizlar silikat kalishda urilgan, eng yuqorgi etajda esa sizlar xom kalishda diklangan. Bir de suv nasos qo'yganlar, suv cho'chklari bor, registrlar, kanalizatsiya montajlari qilingan. Yorug'lik yaxshi bo'lishi uchun galagillar 5 yerda o'rnatganlar. Bu tarafda отопление sistemasi, ya'ni kotellar o'rnatilgan. Aristonmaga stabilizatorlar, reduktorlari bor. Oyoqlari polni sechga qilingan. Tarafında sizlar shunday bir kichkina mestasi bor. Yomg'ir yog'ganda suv ketadigan yerlarni sharoitlarini qilganlar. Bundan da oshxonaga chiqib ketsangiz bo'ladi sizlar. Tarnavdan keyin suvlar shuna tushadi yine. Ondan doğru aşxonaga girsangiz bo'ladi. Endi ikkinchi qavatlari bilan tanishib o'tsak. Darvozalarni yaxshisidan qo'yganlar. Elimizga yomg'ir suv yetadigan yerlari. İç kısmı bilan tanishib o'tamiz. Lisensiya ham chiroyli qilib taxlab o'tib beradilar. Yani girish ishlari, damir ishlari. Bismillah giramiz. Girgandan shuni katta dalg'am 4x7 razmerda polni ob'y qilingan, ramkalar qilib Evrosillar remont qilgan. Lustra, natija, galagillar bor, o'rnatilgan. Bu yerda rakovinalari, kafel qilingan rakovinalari. Suv bor, napor yaxshi. Bir de elektrik avtomatlar ham qo'yilgan. Bu tarafimizda esa bizda litsenziyamiz ikkinchi qavatga chiqqan quyma kafel qilingan esa hamda sanuzyeli kafeldan chiqib turibdi. Unitazlari qo'yilgan vannalar. Hamda spalni esa spalnimiz ham yana 320 o'zinasi bizlar bir 5,5 metr chiqadi. Fonda divorlar, patolog natija, lyustralar o'rnatilgan. İşlerimiz MDF eshik, koronalari, narishlar o'rnatilgan. Bu tarafda esa oshxona qismi fartiq qilingan. Ob'y divorlar, oyoqlar yog'och pol, patolog plastik. Bu tarafda esa bizlar garaj qismiga tushadigan yo'li. Endi yuqorgi qavati bilan tanishib o'tsak, hamda lyustralar bor. Bu qurishdan yerlar necha ülkeden sizlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqorgi qavatidan chiqdik yine. Oyoq laminatlar yeridan, karnizlar qistilgan, patolog natija, lyustralar asqarlar. Bir de 4x7 razmerda zal qismi, oyoq laminat, plyonslar o'rnatilgan, ob'ydan chiqqan. Aynalar ham serde plastiklardan qo'yganlar. Bir de televizor zonasi bo'ladi. Bu tarafda spalni yanında bir kichkina ayvonchasi bor. Birimiz 4'e 520 razmerda. Registrni ham yaxshisini qo'yganlar. Ekstra asilgan patolog natija, kichkina ayvonchasi bor. Egenlikdan ham yog'ochda. Hurmatli vatandoshlar, sizlar kanallarimiz a'zolari, hovli-joyimiz joylashgan mestosini aytib o'tsak, Urganchda Sharshara kafesi, Shavot yo'lida sizlar Mumtoz to'yxonasiga yaqin yerda shuning ajoyib etib qurilgan pat ключ xonadon bilan tanishib o'tdik. Narxi 610 million so'm. Fasadlar ham traviting qilingan. Tayyor xonadon kelib, ustida savdolashib, kelishib olsangiz bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa obuna bo'lib, videolarimizni like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi roliklarda yaxshi kayfiyatda ko'rishguncha xayrlab qolamiz.